Kuni kecha Qashqadaryo viloyati hokimi hurmatli Murodjon Azimov Iqtisodiyot va pedagogika universitetining yangi zamonaviy o'quv binosiga tashrif buyurdilar. Qashqadaryo viloyati hokimi hurmatli Murodjon Azimov Iqtisodiyot va pedagogika universitetida barpo etilayotgan yangi o'quv binosi ishlari bilan yaqindan tanishib, o'quv binosini bir qator ko'zdan kechirib, kerakli maslahatlarni, kerakli tavsiyalarni berdilar. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Qashqadaryo viloyati hokimligi bilan yaqindan hamkorlik qilib, yosh avlodni kelgusida yetuk mutaxassis qilib tayyorlash uchun kerakli bo'layotgan barcha shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mana shu o'rinda Iqtisodiyot va pedagogika universiteti ma'muriyati nomidan Qashqadaryo viloyati hokimligiga yaqindan ko'rsatilayotgan ko'maklar uchun, bildirilgan ishonch va qo'llab-quvvatlash uchun chuqur minnatdorlik izhor qilamiz. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti bugun xalq e'tirofiga sazovor maskan sifatida izchil izlanib va rivojlanib bormoqda. Mana shu o'rinda universitet jamoasiga ham omad hamrohligini tilaymiz.